Assalamualaikum kanalımız kuzatuvchilar, yana Uglovoydan joy qidirib yurganlar uchun bugun chek kelamiz. Yana biz Zafarxat Bekzatdan doğru kirib kelyapmiz. Uglovoyda bir etajli garajına ega 150 kvadrat hovli-joyimiz chiqib turibdi. Yana eldilar siyaj ketilingan, erchagacha haddimiz. Bunda garajimiz, bu yanimiz eshigimiz. Qani yana garajni ko'rsataman. Garajımız ham zamonaviy kotyollar o'tirilgan, svet lampochkalar bor, issiqqina keng qilib ishlangan. Ben o'zi yana eldimizda yana kanalizatsiyalar chiqqan ekan. Uyimizga kiradigan bo'lsak, hammamiz yana aboydan chiqqan. Chiroyli qilib ishlangan. Yuqorimiz yana natijali patoloqlari bilan qop-qora etib mazza bo'lib turibdi. Bunday rakovinalar. Hamma oynasi yana ko'chaga qaragan. Umuman bekletme yok. Bir yanımızda yana garajımızın üstüne zarat koyup ekanlar. Nazarımız. Belirleme yana natijali patologlarına. Aynamız ko'chaga qaragan. Решетkalar bilan bo'lgan. Yine dalanımız ham kichkina emas. Dalanımız ham genişkina. Hazrat bu tarafı. Bu yanımızda yana kuxni farklı qilingan. Yana hamma o'zdir. Bu yanımızda bir xonamiz bor ekan. Aynen. Katta xonasi desak yana. Yana bir xonamiz bor. İkisi hem bir xil ekan xonalarimiz razmeri. Bəyi aynamız esa bax tarafımıza qaragan ekan. Bu yerlar ham yana reshetka bo'lgan. Bu yanımız sanuzel. Sanuzellerimizden görgenlerinizin taptaza. Yani umuman hech kim yashalmagan bir uyda. Bax tarafa chiqishimiz yana. Bax tarafımıza yana genişkine zaten yazı dam olish uchun. Ben yazgi hojatxonamiz. Uyimiz 150 kvadrat. Narxini 450 million deb turibdilar. Agarda uyimizda qiziqqanlar bo'lsa, telefon tayyorlatsa, kelishib chiroyli baholarda beradilar.